Assalomu alaykum. Bugun bizga 5,5 yoshli qizaloqni olib keldi. Uni tekshiruvlar davomida unda sentral genezli erta jinsiy balog'atga yetishiga shubha qildik. Bemorda ikkala ko'krak bezlari rivojlana boshlagan. Anamnezdan oldin bemorda 2-3 marta fibril sudurgilar kuzatilgan va tekshiruvlar davomida sentral genezli erta jinsiy rivojlanishga shubha bo'lganligi sababli bemorda MR tekshiruvini qildik. Va bu yerda mana gipofiz bezini ko'ryapsiz va gipofizning yuqori qismida va mana bu sohada kichik hoslani ko'rishimiz mumkin. Bu sohada ko'proq bu o'sha membrana qismining yuqori qismida ko'proq gemartoma uchrab turadi. Endi xuddi shu holat bilan gemartoma bilan bog'liq bo'lgan mana boshqa klinik holat va adabiyotlarda endi bu yerda yaqqol rivojlangan holat gemartomani ko'rishimiz mumkin. Xo'p, o'zi bolalarda erta jinsiy rivojlanishni bola qancha yosh bo'lsa, odatda organik sababi bo'lishi mumkin. Ayniqsa o'g'il bolalarda erta jinsiy rivojlanish sentral genezli bo'ladigan bo'lsa, bosh miyani albatta MR qilish tavsiya qilinadi. Ba'zi tavsiyanomalarda agar bola 8 yoshdan katta bo'lsa, qizlarda, ya'ni bu o'g'il 6-7 yoshdan katta bo'ladigan bo'lsa, ba'zi tavsiyanomalar agar o'choqli belgilar kuzatilmasa, MR siz ham davoni boshlash tavsiya qilinadi. Keyingi etap biz bemorga GnRH bilan stimullovchi test qilamiz va sentral genezlini tasdiqlansa, bemorga davoni boshlaymiz, ya'ni jinsiy rivojlanishni to'xtatib turuvchi davoni boshlaymiz. MRT esa bu hozirda operatsiya qilinadigan holat emas bizning bemordagi. Ya'ni bu holat hozircha operatsiyaga muhtojligi yo'q. Shu sababli bu kerak bo'lsa, buni yana 3-6 oylarda qaytadan tekshiramiz va kuzatuvda kerak bo'ladi. Xo'p, bunday bemorlarda ko'z shifokori, ya'ni undan tashqari neyroxirurg shifokori va radiolog shifokori, endokrinolog shifokorini birgalikda maslahatlashuvi juda ham muhim ahamiyatga ega va shunga qarab bemorda davo choralarini tanlashga imkon beradi va har bir kasallikni davolashdan oldin aniq tashxis qo'yish va davolash juda ham muhim ahamiyatga ega. Bu bemorda biz ham GnRH bilan test, undan tashqari EEG va nevrolog ko'rigi tavsiya qilamiz va sudurgi gemartomaga bog'liqmi yo'qmi buni ham albatta tekshirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni asosiy bu yerda e'tibor erta jinsiy rivojlanish agar qizlarda erta boshlanadigan bo'lsa, albatta aniq sababi bo'lishi mumkin. Kech boshlangan holatlarda va qizlarda odatda bu idiopatik bo'ladi, ya'ni gipotalamo-gipofizar sistemani erta uyg'onishi hisobiga odatda hech qanday organik sabab aniqlanmaydi, ya'ni bu idiopatik hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.